Va shu condition mavzusi jonimga tegdi. Hech olmayapman-da. Shu mavzuni ham bilmaysanmi, Shahina? Ketmasang o'zim buni oson usulda tushuntirib qo'yaman. Conditionals degani o'zbek tilidagi shartli gaplar mavzusiga to'g'ri keladi. Ya'ni kimgadir shart qo'yasiz, u bajarilishi yoki bajarilmasligi kerak bo'ladi. Masalan, agar yaxshi o'qisang, keyingi hafta parkka boramiz. Agar pulim ko'payib ketsa, yangi mashina sotib olaman. O'zbek tilida shartli gaplarni agar so'zi orqali berganimiz kabi, ingliz tilida esa if so'zi orqali berishimiz kerak bo'ladi. Conditionallarning ingliz tilida 4 xil turi bor. Bular zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Bu degani birinchi, ikkinchi, uchinchi, nollinchi conditionallar bor bo'lar ekan. Dastlab nollinchi conditional, ya'ni zero conditionaldan boshladik. Zero conditional faktlar uchun ishlatiladi. Bunda gapning ikkala qismi ham present simple da bo'lishi kerak bo'ladi. Masalan, if water reaches 100 degrees it boils deydigan bo'lsak, suv 100 gradusga yetganda qaynaydi. Ya'ni agar suv 100 gradusga yetsa, bu qaynaydi. Bu fakt hisoblanadi va ikkala zamon ham present simple da. Zero conditional tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi first conditionalga o'tamiz. Conditional one agar hozir nimadir bo'lsa, kelajakda nimadir bo'ladi degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni agar hozir nimadir qilsang, kelajakda nimagadir erishasan. Shuning uchun agar if qism present simple, ikkinchi qism esa future simple da bo'lishi kerak bo'ladi. Masalan, if you pass the exam, if you pass the exam, I will buy you a new phone. Agar imtihondan o'tsang, men telefon sotib olib beraman degani va e'tibor beradigan bo'lsak, bunda if qism present simple da turibdi, ikkinchi qism esa future simple da. Agar hozir o'tsa, keyin endi telefon sotib olib beraman degan ma'noda. First conditional tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zingiz ham bitta example yozib ketishni unutmang. Endi second conditional qanaqa bo'lishi haqida gaplashamiz. Second conditional bo'lsa tasavvuriy, real bo'lmagan narsalar uchun ishlatiladi. Va bunda if qism, agarli qism past simple, ikkinchi qism esa would plus verb one strukturasi orqali yasalishi kerak bo'ladi. Masalan, aytaylik, agar qanotlarim bo'lganda edi osmonda uchardim deydigan bo'lsak, bu ham agar, ya'ni ifli shartli gap. Lekin bu tasavvuriymi? Ha, tasavvuriy, chunki meni qanotlarim bo'lishi bu imkonsiz ish, to'g'rimi? Chunki men odamman. Demak, if I had wings, have demas ekanmiz, past simple da bo'lar ekan. Wings, I would fly. Qanotlarim bo'lganda edi uchgan bo'lardim. E'tibor bersak, would plus verb one hamda bu yoq esa had past simple da turibdi. Va so'nggi conditionalimiz third conditionalga yetib keldik. Kelinglar endi bu qanday bo'lishi haqida gaplashamiz. Third conditional bo'lsa, o'tmishda amalga oshmagan harakatlar uchun afsuslanish ma'nosida ishlatiladi. Bunda if qism past perfect simple da, ikkinchi qism bo'lsa would, could, might plus have plus verb three strukturasi orqali yasalishi kerak bo'ladi. Masalan, if I had studied harder, I would have passed the exam. Ushbu gapimizda e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi qism had studied bu past perfect simple da turibdi, ikkinchi qism esa would have plus verb three strukturasi orqali yasalgan. Ya'ni tarjimasi agar qattiqroq o'qiganimda edi, imtihondan o'tgan bo'lardim degan ma'noda. Ya'ni o'tmishdagi ishdan afsuslanish ma'nosida ishlatilar ekan. Endi tushunib oldingmi, Shahina? O, juda ham oson mavzu ekan-ku. Katta rahmat.